Bilmadimi? Ko'zingizga chiroyli qiz bo'lib, sochlari bo'lganda o'raydiz, ha? Sochlari bo'lib, bechora chiroyligina bo'lib o'tirganda bor tars o'raydiz, ko'zingizga ko'rinmaychi-da. O'ring aka savobga. Aka savobga o'ring. Savobga o'ring. Mana sizga bir katta bir savob ko'rsataman. O'ring aka. Alloh razı olsun. Esilib qaytsinlar. Gunohimiz ko'p, har bandaning gunohi bor. O'ring aka. Bor kim imkoniyatingiz aka. O'ring ayamang aka savobga. Ayamang savobga aka. Savob bor paytda ayamang aka. Pulni betiga qaramang. Balki shu pulingiz mana shu qizni olib qolishi mumkin. Shu qizni saqlab qolishi mumkin. Hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana shu hayotga bir ozroqgina bo'lsa ham foydasi tegsin. Davay bosing aka, ayamang. Ketdi, go. Let's go. Alloh razı olsun. Ketdi. Ko'paylar. Rahmet. Теперь мы будем бортать. Давай 100 ming. Давай 100 ming go. Qo'shilishib go. 100 ming go. Давай. Rahmet. Rahmet canlarım, rahmet. Allah razı olsun, eselep qaytsin. Rahmet. Samarkand. Allah razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun, ko'p jasanızlar. Eselep qaytsin canlarım. Tog'am. Eselep qaytsin. Demajon, 101 ming. Qo'ldaşlar, like basgan janlar, siyoqlarni jaldırışgan janlar, O'zbekiston. Siyolar, rahmet, Allah razı olsun. Eselep qaytsin. Ko'p jasanızlar, Sardor Mirzaga rahmet, және де ол кісінің командасына, подписчиктарына алғысым шексіз, O'zbekistonga. Басым rahmet, Allah razı olsun. Nağanday şottu емес, мен мынандай шотты көрмеген өмірімде. Nağanday кішкентай шотты көрмеген. Sardor Mirza келмесе, өмір көрмес едім наны. Rahmet жандарым. Allah razı olsun. Rahmet жандарым. Көп жасаңыздар, еселеп қайтсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, бақытты болыңыздар. Allah razı olsun. Allah razı olsun Sardor Mirza sizге. Sizге razı olsun Allah tağala. Menga rahmat. Еселеп қайтсын. Бақытты болыңыз. Birinchi o'rinda sizga rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Mana shunday holatda ham 3 ta farzandingizni kam qilmayapsiz. Bolalaringizni yetim qilmayapsiz. Ba'zi bir sog'lom insonlar bo'lib turib, farzandini bolalar uyiga topshirib yuboradi. Ba'zi bir sog'lom insonlar bo'lib turib, bolasini qadriga yetmaydigan ko'p ota-onalar ham bor bu hayotda. Hammasi ham emas, ba'zi birlari bor. Shunday holatda bo'lib turib, farzandlaringizga shunaqangi darajada qarayapsiz. Men u narsani ko'rib, men yuraklarim boshqacha bo'lib ketdi. O'sha kuni ham farzandlaringizni kuzatib turib, men juda boshqacha bo'lib ketdim. Shunday holatda ham farzandlaringizga noq bo'lyapsiz. Boshingizga tushgan mushkulingiz oson bo'lsin. Allohim sizga shifo bersin. Butun mana shu yerda turgan jamiki insonni bitta duo qiling. Mana shu akalarim, opalarimni bitta duo qiling, sizni ko'taradi. Men aytayinmi? Ya Allah tağalam, осы отырған жандарға менің қасында болған, лайк басқан, сыйлықтарын жаудырған, мені қолдаған, қарап отырған жандарға, Өзбекстанға жалын сәлем сіздерге. Рахмет, алғысым шексіз, Алла разы болсын. Алла тағалам сіздерге зор денсаулық берсін, ұзағынан өмір берсін.
ешқашан ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар, бай қуатты болыңыздар, бар болыңыздар, аман болыңыздар. Бізде Қазақстан мен Өзбекстан бір туған ғой, ешқашан ұрыс керіс, соғыс болмасын, тек қана жақсылық болсын. Алла тағалам сіздерге тек қана жақсылық берсін. Алла разы болсын, көп жасаңыздар. Рахмет, рахмет. Aytganingiz xursandmisiz? Рахмет. Өте ризамын. Өте риза. Алла разы болсын, көп жасаңыздар, аман болыңыздар. Yoni sog' Рахмет bo'ling. sizga sardor. Farzandlaringizni ehtiyot qiling. Sizni hurmat qildik. Sog' bo'ling opajonim. Doim o'ynab